Qadrli muxlislar, xayrli kun dasturi davom etadi. Yaqindagina qalblarimizdan larzaga solib, jo'sh urdirgan so'nggi qo'ng'iroq umumta'lim maktablarimizda saboqlar tugaganidan darak berdi. Lekin darslar tugagani bilan o'quvchilarimizning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning yozgi ta'til kunlarida ham maroqli hordiq chiqarishlarining sharoitini yaratish maqsadida albatta barcha imkoniyatlar ishga solinyapti. Bu boradagi chora-tadbirlar e'tibordan chetda qolgani yo'q. Ayni paytda esa albatta ta'til kunlarida Barkamol avlod bolalar maktablari ota-onalar uchun ham, o'quvchilar uchun ham muhim bir dargoh sifatida xizmat qiladi. Bugun biz maktabdan tashqari ta'lim, yozgi ta'tilda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish masalalariga yana bir bor e'tiborni qaratmoqchimiz. Albatta ko'rsatuvimizda mehmon bor. Dasturimizning aziz mehmoni Farg'ona viloyat Barkamol avlod bolalar maktabi direktori Ziyojon Yo'ldashev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, Ziyojon aka. Siz ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Yakuniga yetgan o'quv yili bilan tabriklaymiz, lekin bu ta'lim ustalari uchun albatta ishlar yakuniga yetdi degani emas. Barkamol avlod bolalar maktabi uchun endi boshlanyapti aslida ishlar yanada. Bu yil o'quv yilini Barkamol avlod maktablarimiz viloyatda qanday yakuniga yetishdi? Albatta yutuqlar bilan yetib kelishdi menimcha shu kunga qadar. Albatta respublikamizdagi 219 ta Barkamol avlod bolalar maktablarini ichida Farg'ona viloyat Barkamol avlod bolalar maktabining tuman shahar Barkamol avlod bolalar maktablarining o'z o'rni bor. Shu 2024-2025 o'quv yili davomida bir nechta biz o'zimiz rejaga qo'ygan, yillar davomida bunga harakat qilib kelgan yutuqlarga ham erishdik. Bu birinchi navbatda buni e'tirof etishimiz kerak. Barkamol avlod bolalar maktabiga o'quvchilarimizni qamrovi birinchi navbatda shu ortdi. Ikkinchisi, biz xalqaro tanlovlarga ham o'quvchilarimiz iqtidorini, bilim ko'nikmalarini butun dunyo bo'yicha sinovdan o'tkazishga hamda xalqaro tanlovlarda qatnashishga imkoniyat qo'lga kiritdik. Bu mental arifmetika bo'yicha Bakuda o'tkazilgan. 2025-yil 14-15 mart kunlari Ozarbayjonda Baku shahrida bo'lib o'tgan Magic Brain xalqaro mental arifmetikasi bo'lib o'tdi. U yerda bizda 2 nafar o'quvchimiz qatnashdi Farg'ona tumanidan. Birinchi o'rin hamda ikkinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Undan tashqari 26-27 mart kunlari Dubayda, Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida Aziya Kup 2025 xalqaro mental arifmetika bo'yicha musobaqa bo'ldi. Bu yerda 25 nafar Barkamol avlod bolalar maktabining mental arifmetika to'ganagi a'zolari qatnashdi. Bir dona 3-o'rin bo'ldi, 7 dona 2-o'rin bo'ldi, qolgani 1-o'rin hamda super chempion yo'nalishlari bo'yicha g'olibni qo'lga kiritishdi. Undan tashqari mana nafaqat mental arifmetika bo'yicha, balki farzandlarimizni, o'quvchilarimizni madaniyat va san'at yo'nalishidagi bilim iqtidorlari mana namoyon etish bo'yicha, ularni ko'rsatish bo'yicha Antaliyada, Turkiya davlati Antaliya shahrida xalqaro bolalar festivali bo'lib o'tdi. 18-apreldan 23 aprelgacha bo'lib o'tdi. Bu yerda doira yo'nalishi bo'yicha Marg'ilon shahridan 2 nafar o'quvchimiz hamda raqs yo'nalishi bo'yicha 2 nafar Quvasoy shahridan o'quvchilarimiz festivallarda qatnashib kelishdi. Bu albatta bu katta bolalarimiz uchun ham, o'quvchilarimiz uchun, to'garak a'zolarimiz uchun motivatsiya hamda bolalarga berayotgan, ta'lim-tarbiya berayotgan ustozlarimiz uchun ham bir g'urur va iftixor bo'ldi. Mana kechagina 24-mart kuni Toshkent shahrida hali eslatib o'tganimdek Dubay shahrida o'tkazilgan xalqaro tanlovda tashkilotchilari tomonidan yana Toshkent shahrining o'zida xalqaro olimpiada bo'ldi mental arifmetika bo'yicha. U yerga 30 nafar o'quvchimiz bizda qatnashdi. Albatta hammalari o'zini bilimlarini ko'rsatib, yutuqlarga erishib kelishdi. Bundan tashqari Barkamol avlod bolalar maktabida faqat mental arifmetika, madaniyat sohalarida, balki rassomchilik yo'nalishi bo'yicha ham 9-11 may kunlari Samarqand shahrida
Ipak yo'li yulduzlari xalqaro tanlov bo'ldi. Bu yerga Qozog'istondan, Rossiyadan, Ozarbayjondan, Belorussiyadan o'quvchilar ishtirok etishdi. Bu yerda bizda bir nafar o'quvchimiz Oltiariq tumanida rassomchilik yo'nalishida qatnashib birinchi o'rinni egallashdi. Toshkent shahrida o'tdi yana bir xalqaro tanlovlar. Umuman olganda xalqaro tanlovlarda Barkamol avlod bolalar maktabini qatnashish darajasi 2023-24 o'quv yillariga nisbatan 10 barobarga ko'paydi. San'at maktablari bilan barabar raqobatlashadigan Albatta, markaz bo'lib albatta. qoldi hozir. Va Ziyojon aka, menimcha bu yerda mana o'zimiz ham Barkamol avlod maktablarida bir tarbiya topganmiz, shu yerda to'garaklarga qatnashganmiz. Menimcha mana shu jarayon birinchi navbatda ota-onalarni xursand qiladi. Chunki Albatta. har bitta ota-ona farzandini maktabdan chiqargan yomon yo'llarga kirib ketishni xohlamaydi. O'zlari band bo'lsa, bu farzandni ham bir band qilib qo'ygisi keladi. Bu jihatdan Barkamol avlod maktablariga birinchi navbatda menimcha ota-onalar rahmat aytyapti. Albatta. O'zingizga ham bir fikrlar bildirishsa kerak. Albatta, mana hozir shu bugungi mana suhbatga kelish jarayonimizda ham bizni o'zimizni ishxonamizni telefoniga qo'ng'iroq bo'lyapti. Oltiariq tumanining 3 ta o'quvchisi ijod bahori kurs tanlovida uchala o'quvchi ham birinchi o'rinda olibdi. Biz eshitdik. Shunga agar sizlarda yozgi davrda rassomchilik yo'nalishi bo'yicha to'garak otsalaring, bizda jami jiyanlarimiz uyda qolyapti. 7 kishi shuni olib borib sizlarga topshirsak degan narsa bo'ldi. Mana hozir kelishimizdagi jarayonda bu. Undaqangi e'tiroflarimiz ko'p. Bizda ayrim ota-onalarimizga biz to'laqonli holatda tushuntiryapmiz, nima uchun bizda Barkamol avlod bolalar maktabining faoliyati haqida, undagi yo'nalishlar, o'qituvchilar sifati to'g'risida, tanlovlarimizda yuqori saviyada o'tkazilishi, ularga beriladigan sovg'a, esdalik sovg'alari hamda Barkamol avlod bolalar maktabining xalqaro tanlovlarga chiqish imkoniyati qay darajadaligini tushuntirish jarayonida mana bu yilgi tanlovlarda qatnashishimiz ota-onalar tomonidan ko'proq qo'llab-quvvatlanib, o'zlari inisiativa, ya'ni tashabbus bilan chiqishyaptilar. Endi bir jihatdan Ziyojon aka aytish kerak, Barkamol avlod maktablari mana shu ko'proq qamrab olishga harakat qiladi o'quvchilarni. Qolaversa, badal to'lovlarining juda ham arzonligi boshqa bir bugun pullik markazlar juda ko'pda, o'quv markazlari ham mana to'lov asosida. Lekin bu ko'zga ko'rinarli narx emas. Shu jihatdan ham menimcha son ko'payyapti to'garak a'zolarida. Albatta, bu narsaga ko'proq bizda Respublika Barkamol avlod hamda Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi, bizda viloyat maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasi tomonidan yaratiladigan sharoit, musobaqalar, tanlovlarni ko'tarinki saviyaga chiqishi bu o'quvchilarimizni to'garaklar to'g'risida tushunchalarni ko'payishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni mana 2024-yilda dekabr oyida 2025-yil uchun Barkamol avlod bolalari festivalini tashkil etish bo'yicha Maktabgacha maktab ta'lim vazirligining xati chiqqan. Bu bo'yicha biz o'tgan yili 2024-yil noyabr oyida Barkamol avlod bolalari festivalini viloyat bosqichini o'tkazdirib, o'quvchilarimizga, ota-onalarimizga, o'sha tanlovda qatnashganlar hammalariga o'z minnatdorchiligimizni va esdalik sovg'alarimiz bilan taqdim etgandik sovg'alarni. Bu yil ham iyul oyida shu tanlov o'tkaziladi. Uning uchun biz hozirdan may oyining o'rtalaridan boshlab iyun oyi davomida hududlarda, tuman shaharlarda aholi ko'p gavjum bo'ladigan joylarda barkamollik festivallarini hamda Barkamol avlod bolalar festivalini tanlovlarini o'tkazib boryapmiz. Albatta bu haligi Barkamol avlod bolalar maktabining binosida o'tgan tanlovlarga, musobaqalarga nisbatan o'quvchilarni qamroviga ko'proq ta'sir qilyapti, ota-onalar hamma ko'ryapti. Barkamol avlod bolalar maktabi to'g'risida tushunchaga ega bo'lmagan ota-onalar ham jarayonda Barkamol avlod bolalar maktabini, iqtidorli bolalarni ko'rib, o'z farzandlaridagi iqtidorni namoyon etish uchun Barkamol avlod bolalar maktabiga berilyapti, olib kelishyapti. Bu shu jihatdan biz o'tgan yilga nisbatan o'quvchilar qamrovimiz 5000 ta bolaga oshdi.
yangi o'quv yilini boshidan 3000 ta bolaga, mana to 25-mayga qadar bo'lgan davrda 3000 ta bolaga viloyat bo'yicha o'quvchilarimiz qamrovi ko'paydi. Hozir mana bizni ko'rib turgan tomoshabinlarimizda Ziyojon aka tabiiy savol tug'iladi, ayniqsa ota-onalarda. Demak, o'quv yili yakuniga yetdi. Endi bolalarimiz to'garakka bormaydimi? Yozda endi Barkamol avlod maktab o'quvchilari nima bilan shug'ullanadilar degan savol bo'ladi-da. Haqiqatan ham rejalar qanday? Endi mana ta'til boshlandi. Xo'p, Barkamol avlod bolalar maktabi 25-mayda o'z faoliyatini o'quv jarayonida, o'quv yilini tamomlagandan keyin bu Barkamol avlod bolalar maktabi keyingi o'quv yilini sentyabr oyigacha to'xtaydi degani emas. Hozirgi kunda Barkamol avlod bolalar maktabining to'garak rahbarlarini kaskad usulida mehnat ta'tiliga chiqarish hamda mehnat ta'tiliga chiqmagan xodim to'garak rahbarlarimizni viloyatimizda ochilishi rejalashtirilgan 114 ta kunduzgi oromgohlarga, undan tashqari 9 ta statsionar oromgohlarga bo'lib qo'yganmiz, ya'ni taqsimlab qo'yganmiz. Bundan tashqari lagerlarga hamda kunduzgi oromgohlarga bormaydigan o'quvchilarimiz uchun Barkamol avlod bolalar maktabi qoshida 700 ga yaqin to'garak turlari hamda 24 mingga yaqin o'quvchilarni qamrab olish uchun biz 78 soatlik yozgi Respublika Barkamol avlod bolalar maktabidan taqdim etilgan o'quv dasturi asosida jarayonlarni biz olib boramiz. Haligi aytishadi-ku, yoshlarning bo'sh vaqti dushmanda ish vaqti. Albatta biz yoshlarimizni o'zlarini qiziqtirgan to'garaklar bo'yicha, o'zlarining iqtidorlari bo'yicha to'garaklarga hammalarni taklif qilamiz. Bizda Barkamol avlod bolalar maktabi yozgi davrda ham 78 soatlik o'quv dasturi asosida faoliyatini olib boradi. Bu nafaqat Barkamolda o'zida, balki maktablarda ochilgan kunduzgi oromgohlarda hamda 9 ta viloyatimizdagi statsionar lagerlarda ham haftaning 12 kunlik mavsum kuni bo'yida 8-kuni Barkamol avlod bolalar kuni hisoblanib, qo'l mehnati, hunarmandchilik yo'nalishi, robototexnika, sport yo'nalishlari bo'yicha bizda to'garak rahbarlarimiz borib, u yerda bir kunlik mazmunli kunda tashkil etishga harakat qilishadi. Demak, mana yoz davomida o'g'il qizlarini qayerga yetaklab borsam ekan deb o'ylab turgan ota-onalar bemalol Barkamol avlod maktablariga yetaklab borsa bo'laveradi. Albatta, darvozalari ochiq. 3 oy davomida, demak, farzandingiz bir to'garakda muhim bir saboqlarni oladi, ma'lum bir bilimlarni egallashga harakat qiladi. Qadrli muxlislar, xayrli kun dasturini davom ettiramiz. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni Farg'ona viloyat Barkamol avlod bolalar maktabi direktori Ziyojon Yo'ldashev bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz, Ziyojon aka. Mana bayramlarga uylanyapti. Ziyojon aka, oldinda 1-iyun yaqinlashyapti. Bu bo'yicha bizning bir alohida savolimiz bor. Unga qadar mana o'tgan haftada muhim bir voqealar bo'ldi. Ya'ni 15-may kuni davlatimiz rahbar raisligida maktabgacha va maktab ta'limini rivojlantirishga qaratilgan video selektor yig'ilishi bo'ldi. Bu yig'ilishda Barkamol avlod maktablari haqida alohida tilga olindi va ta'limda favqulodda 90 kunlik e'lon qilindi. Menimcha bu favqulodda 90 kunlikda Barkamol avloddagi ustoz murabbiylarimizdan bir xizmatga shay bo'lib turishibdi. Qanday bir rejalar bor? Qanday o'tadi bu 90 kunlik Barkamol avlod maktablarida? Prezidentimiz tomonidan 15-may kuni o'tkazilgan video selektorda umuman ta'lim sohasiga juda katta e'tibor va mas'uliyat yuklandi. Topshiriqlar o'rinli deb bildik hammasini. Bu bo'yicha Barkamol avlod bolalar maktabining video selektorda eslanishi, Barkamol avlod bolalar maktablarining faoliyati jarayonida dolzarb 90 kunlikdagi faoliyati bo'yicha ham o'zimiz uchun bir xulosa qildikda. Hozirgi kunda viloyat Barkamol avlod bolalar maktabi hamda viloyat maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasi bilan birga zarbdor 90 kunlik bo'yicha kunlik o'tadigan tadbir, musobaqa, bolalarning bo'sh vaqtini mazmun tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar qildik. Bu bo'yicha o'sha musobaqalarimizda nizomlari hozirgi kunda tayyorlanyapti. Albatta bu jarayonga birinchi sog'lomlashtirish kuni boshlangan davrdan boshlab ushbu narsalar hammasi joriy etiladi. Bu hammasi shu tuman shahar Barkamol avlod bolalar maktabi tomonidan, viloyat
Barkamol bolalar maktabi tomonidan amalga oshirish jarayonlari hammasi o'sha ijtimoiy tarmoqlarimizda albatta yoritib, ota-onalarga shu jarayonlarni hammasini hisobida berib boramiz. Ziyojon aka, hozir tomoshabinlarga mana suhbatimiz avvalida ma'lumot berib o'tdingiz. Bugun Barkamol avlod bolalar maktabida turli hunar to'garaklari bor, san'at to'garaklari bor. Mana robototexnika, ixtironi yaxshi ko'radigan bir o'quvchilarimiz uchun. Endi ko'pchilik o'ylaydi, faqat shu yo'nalishlar bilan cheklanganmi deb. Lekin bugun Barkamol avlod bolalar maktabi sport tadbirlarida ham befarq emas va bu ham mana rejalaringizdan o'rin olgan. Demak, yaqinda yana bir katta tadbir kutilyapti. Albatta, to'g'ri aytyapsiz. Bizda 7 yo'nalishda bitta turi bu jismoniy tarbiya va sport yo'nalishi bo'lib, bunda karate, mini futbol, futbol, basketbol, voleybol, shaxmat, shashka, tennis, stol tennisi, badminton yo'nalishlari bor. Biz to'g'ri aytdingiz, hozir biz 2025-yil yakuni bo'yicha karate do yo'nalishidagi to'garaklarimizni rag'batlantirish maqsadida, o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida Farg'ona viloyat karate do federatsiyasi hamda Respublika Barkamol avlod bolalar maktabi bilan birga hamkorlikda Qo'qon shahrida 17-18 iyun kunlari Barkamol avlod respublika ochiq chempionatini tashkilladib o'tkazilyapti. Albatta, bu yo'nalishda viloyat, tuman, shahar bosqichi bo'lmaydi. Barcha to'garak a'zolarimiz karate yo'nalishi bo'yicha barcha to'garak a'zolarimiz barchasi to'g'ridan to'g'ri ushbu chempionatda qatnashib, o'zlarining yo'nalishi hamda vazn yo'nalishi bo'yicha toifasida ular albatta qatnashadi. Bundan tashqari prezidentimizni 2024-yil 22 noyabrdagi teatrlarning jamiyat madaniy hayotidagi ahamiyatini oshirish va ular faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 399-sonli qarorlari qabul qilingan. Ushbu qarorga asosan Barkamol avlod bolalar maktablari qoshida tasavvur qo'g'irchoq teatrlarini tashkil etish topshirig'i berilgan. Bu bo'yicha Farg'ona viloyatida ham Barkamol avlod bolalar maktabi tomonidan bir necha ishlar amalga oshirildi. Hozirda 8 ta tuman shaharimizda jami bo'lib 8 ta to'garaklar faoliyat yuritadi. Bunga 200 ga yaqin o'quvchilarimiz qamrab olingan. Yozgi sog'lomlashtirish davrida ham ushbu qo'g'irchoq teatrlarini ko'rgazmali chiqishlari ham o'rin olingan. Davom etadi albatta. 1-iyun bolalarni himoya qilish kuni. Bu kunga ham menimcha ularni bir alohida tomoshalari, yangi repertuarlari bor. Albatta bu bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Xudo xolasa har bitta tuman shahar Barkamol avlod bolalar maktabida o'sha 8 ta yo'nalish, 8 ta to'garaklarimiz albatta o'zlarining chiqishlari bilan bolalarni xursand qilishadi hamda bular rejamiz asosida bular har bittasi tasavvur to'garak teatrlari ochilmagan tuman shaharlardagi oromgohlarga ham ularni chiqishlari reja qilingan. Bu bo'lib hamda tasdiqlangan. Yana bir chorlab qo'ygan bo'lardik tomoshabinlarimizni. Demak, yaqinlashib kelayotgan sanada ota-onalarimiz o'zlarini o'g'il-qizlarini olib, mana shu teatr tomoshalariga boring, o'zingiz yashab turgan hududdagi Barkamol avlod bolalar maktablarida mana shunday bir tadbirlarda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, xayrli kun dasturini nafaqat efirda, balki ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimizda ham kuzatib boring. Buning uchun ekranlaringizda ko'rinib turgan manzillarga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Bizni onlayn ravishda ham kuzatib boring. Suhbatimiz davom etadi. Barchaga a'lo kayfiyat tilab qolamiz. Ziyojon aka, aytish kerakki, bugun Barkamol avlod bolalar maktabida tarbiyalanayotgan o'quvchilarning ishlari shunchaki bir havaskorlik namunasi emas. Biz bilyapmiz, ularning ijodiy ishlari hatto bir sovg'a qiladigan darajaga yetib kelgan, bir xuddi bir professional mutaxassis yasagandek. Bu albatta bir ustozlarimiz ularga berayotgan saboqlari tufayli va yaxshi bir an'anani yo'lga qo'ygan maktablarimiz. Buni aslida suhbatimizni boshida bayon qilishimiz kerak edi. Men yana bir eslatib o'tishni joiz topdim. Bu yil bitiruvchilarga, maktab bitiruvchilariga demak to'garak a'zolari o'zlarining bir sovg'alarini tayyorlashgan va taqdim etishdi bu yil. Albatta. Bu yil to'g'ri eslatdingiz, o'quvchilarimizni hozirgi kunda yasayotgan narsalari, buyumlari bizda Art Shop platformasi bor. Shu orqali sotuvlarga ham qo'yilyapti. Hamda tushgan mablag' Barkamol avlodni
o'zini rivojlantirishga, o'sha qo'shimcha bir ehtiyoji bor narsalarni xarid qilish uchun o'sha mablag'lar ishlatilyapti. Bundan tashqari 2023-yilda 12-iyulida hukumatimizning farmoyishi bilan Barkamol avlod bolalar maktabi o'quvchilari tomonidan milliy hunarmandchilik yo'nalishida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni bitiruvchi so'nggi qo'ng'iroqda o'zini maktabda a'lo baholari bilan bitirgan, o'zini namunaviy xulqi bilan yutuqlarga erishgan o'quvchilarimizni Barkamol avlod bolalar maktabini tomonidan ishlab chiqarilgan milliy mahsulot, hunarmandchilik mahsulotlarini sovg'a qilish tartibi joriy qilingan. Bu an'anaga aylandi. Mana bu yil ham Barkamol avlod bolalar maktabi tomonidan viloyatimizdagi 239 ta maktabda bitirayotgan, namunaviy xulq bilan a'lo baholar bilan bitirayotgan 1285 nafarga yaqin o'quvchilarga milliy hunarmandchilik ruhida tayyorlangan sovg'alar taqdim etildi. Menimcha bu albatta hammani xursand qiladi. Albatta. Endi o'quvchilarimiz o'zini ham ruhini ko'taradi. Ularni bir yasagan uy mana sotuvga qo'yilyapti deyapsiz. Demak, ular nafaqat to'garakka boryapti, bir hunar o'rganib, daromad qilishni ham o'rganishyapti. Uyda bemalol yasab, mana savdosini yo'lga qo'yishi mumkin kelgusida. Juda ham yaxshi. Bugun biz xursand bo'ldik Ziyojon aka, chunki Barkamol avlod bolalar maktabi ko'pchilik o'ylagandek oddiy bir kichik dargoh emas. Mana o'quvchilarni shuncha bir yutuqlarga erishishiga yordam beryapti. Albatta. Tabiiy o'quvchilarimiz o'zini kelajakda qanaqa muhim kasblarni egallashi mumkinligini menimcha Barkamol avlod maktablaridan boshlab tanlab oladi. Albatta. Bugun rahmat aytamiz suhbat uchun. Natijalar yana ham bir yuqori bo'lishini istaymiz. Bir so'nggi savol o'rnidagi, mana yangi o'quv yili ham ko'z ochib yumguncha yetib keladi. Qanday bir rejalar bor? Bu yil to'garaklarimiz soni ortadimi? Yana a'zolarimiz ko'payadigan bo'lsa, bizni joylarimiz yetarlimi markazlarimizda? Bizda Barkamol avlod bolalar maktablarida uzoq chekka hududlarda o'qiydigan o'quvchilarimiz joylashgan maktablarimiz uchun tarmoq to'garaklar tashkil etiladi. U tarmoq to'garaklarda asosan Barkamol avlod bolalar maktabi pedagogik xodimlari o'sha hududlarga borib, o'zlarining bilim ko'nikmalari va hunarmandchilik yo'nalishidagi, umuman qo'l mehnatidagi holatlardagi kasblarini o'rgatib kelishadi. O'quvchilarimiz aynan Barkamol avlod bolalar markazida joylashgan, biz o'sha yerga borishimiz shartmi degan savollar qiynayotgan bo'lsa, ota-onalarni bu narsani yechimi biz topilgan, bu jarayon ketyapti. O'zlaringda hududlarga yaqin bo'lgan maktabda Barkamol avlod bolalar maktabining tarmoq to'garaklari tashkil etiladi. Bu yil 2025-26 o'quv yili uchun bu narsani biz ham kengaytirmoqchimiz. Albatta, o'quvchilar qamrovini oshirish, iqtidorini aniqlash, shular orqali seleksiya jarayonini qilib, xalqaro tanlovlarga iqtidorli o'quvchilarimizni yanada ko'proq jalb etish harakatidamiz. Hammalaringda bolalarni, o'quvchilarni bo'sh vaqtini mazmun tashkil etish uchun, kasb-hunarni o'rganishlari uchun Barkamol avlod bolalar maktablariga chorlab qolamiz. Sizlarni ko'rishdan xursandmiz. Kechiktirmasdan, demak, ota-onalarimiz, o'quvchilarimiz ham darrovdan, demak, to'garaklarga a'zo bo'lishga harakat qiling. Va albatta mana foydadan xoli bo'lmang, hatto xalqaro tanlovlarda ishtirok etib g'olib bo'lish imkoniyatingiz bor. Rahmat aytamiz Ziyojon aka va sizga bir kichik vazifa topshirmoqchimiz. Bu ko'rsatuvimiz doimiy an'anasi. Bu kitob telekanalimizning ehtirom kitobi. Kimki xayrli kun dasturida mehmon bo'lar ekan, mana shu kitobning yangi bir sahifasida o'zini fikrlarini va dastxatni qoldirish kerak bo'ladi. Bugun sizdan iltimos qilamiz. Rahmat. Rahmat aytamiz. Salomat bo'ling. Bizni ko'pchilik kattalar va albatta yoshlar ham kuzatadi. Ziyojon aka, ehtimol bir o'quvchilaringiz bordir mana shu Barkamol avlodda tarbiya ko'rgan. Boya aytgandek, o'zimiz ham tahsil ko'rganmiz mana shunday maktablarda. Yaxshi bir kunda uchrashdik, bayram arafasida uchrashib turibmiz va albatta yaxshi tilaklaringiz bor, fikrlaringiz bo'lsa aytib o'tishingiz mumkin bugun efir orqali. 1-iyul xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan barchalaringni tabriklayman. Farzandlarimizga ko'proq bilim olishlarini, ko'proq hunar o'rganishlarini, sport bilan shug'ullanishlarini tilab qolaman. Ota-onalarimiz farzandlarimizni istaklari, tilaklari, hunarga, bilimga nisbatan bo'ladigan
qiziqishlarini ko'proq qo'llab-quvvatlashlarini hamda Barkamol avlod bolalar maktablarida hunar yo'nalishida, kasb yo'nalishida, robototexnika, sport, oliy ta'limga tayyorgarlik yo'nalishidagi to'garaklariga kelishlarini so'rab qolaman. Hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat. Yaxshi niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsa, mana shu yozgi ta'til nafaqat o'quvchilarimizga, ustoz murabbiylarimiz uchun ham zavqli o'tsin deymiz. Kuch-g'ayrat, sihat, salomatlik sira ham sizlarni tark etmasin. Yana bir bor xush kelibsiz, xayrli kunga. Rahmat. Salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimizning bugungi aziz mehmoni Farg'ona viloyat Barkamol avlod bolalar maktabi direktori Ziyodjon Yo'ldashev bo'lishdi.